hozirgi zamonaviy xonadonlarning elektr ta'minot tizimini qanday bo'layotganini ko'rmoqchimisiz? Yuring ko'rsataman. Mana xonadonimiz hozir asosiy shitini oldiga tushib oldik. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bu ishlatilgan mahsulotlari asosan Chin mahsulotlaridan yig'ilgan. Kir-urish avtomati NXM avtomatini 125 gabarit 63 amperli avtomatlarimizga qo'yilgan. 25 secheniya kabelimizga mo'ljallangan. Ko'rib turgan bo'lsangiz, bu yerda birinchi liniyamiz, ikkinchi liniyamiz va generator uchun vhodlarimiz berilgan. Birinchi liniyamiz bilan ikkinchi liniyaning o'rtasida bu yerda hozir AVR qo'yilgan. NXZ AVRimiz qo'yilgan 125 amperli 125 gabaritga 4 polisli. Ko'rayotgan bo'lsangiz, liniyamizga kirishimiz ham avtomatning NXMlarni 4 polislidan foydalanganmiz. Nimaga bu 4 polislidan foydalanganmizki, sizda ikkita joydan ikkita liniya kelayotganda siz nolni ham ajratishingiz kerak. Bu xavfsizlik bo'lishi uchun birinchi liniyadan ikkinchi liniyadan o'tib ketmasligi uchun. Agar mabodo qaysidir liniyaning noli uzilib qoladigan bo'lsa, siz xonadoningizz orqali boshqa transformator noli foydalanish mumkin va sizga kabelingizga nagruzka berishi mumkin. Shuning uchun ajratish kerak. Bizda avtomatlarimiz ham, AVRlarimiz ham xuddi shunga mo'ljallangan. Bu AVRimizdan chiqishimizdan keyin ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda garatskoy bilan generator o'rtasida ham отдельно yana bitta AVRimiz qo'yilgan. Bu yerda ham NXM 125 gabarit polislini qo'yilgan. Shu yerda unga ham xuddi shunaqa 63 amperli NXM avtomatimiz qo'yilgan bu yoqqa. Bu yerdan chiqishimizda generator bilan garatskoy liniyadan bitta chiqish beriladi. Chiqishimizdan o'zida keyin ruchnoy переключениyaga qo'yilganmiz. Uyga ravnomerni taqsimlash uchun mabodo qaysidir fazamizda problem bo'lgan bo'lsa, ruchnoy qo'yishimiz mumkin boshqa fazaga agar mabodo kerak bo'lsa. Asosan bu 3 ta fazaga teng taqsimlanib turishi shart. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, 3 polisli 2 amperli avtomatimiz turibdi. Nimaga deb hayron bo'layotgan bo'lsangiz, har bitta liniyamizdan oldida bu yonda o'zida voltmetr turibdi. Voltmetr uchun qo'yilgan. Bu voltmetr ham liniyada tok korotkий bo'lib yoki narsa bo'lganda saqlashimiz kerak. O'sha uchun kichkina avtomatimizga qo'yilgan. Har bitta liniya o'zini oldida alohida va undan tashqari malый vod degan частimiz bor. Bu liniyalarni o'chirib qo'yilgan holatda shit ichida qanaqadir ham remont ishlarini bajariladigan bo'lsa, o'sha paytda mana shu avtomatimizdan o'zini yoqib qo'yib turib, mana shu rozetkasidan foydalangan holatda remont ishlarini amalga oshirishimiz mumkin. Shu переключателlarimizdan keyin bu yerda NM8N avtomatimiz turibdi, 125 gabaritligi, 63 amperdagi. Nimaga bu avtomat deyilgan bo'lsa, bu differensial avtomat, противопожарный avtomat hisoblanadi. Bu uydagi yoki mana shu shitdagi qanaqadir ham korotkий zamykание kabellarda yoki liniyamizda qanaqadir ham nosozliklar bo'ladigan bo'lsa, o'sha uchun saqlanadi. Bu odam saqlash emas, aynan uy yonib ketishidan kabellarning ichidagi korotkий zamykание yoki межфазli unasi bo'lib qolgan paytlarda himoya qilish uchun mo'ljallangan. Buni nominalimiz bizda hozir tok отсечкамizning настройкасы bor, o'zida uzunligini. Bizda 300 mAhga mo'ljallab qo'yilgan va время такой характеристика degan narsa bor. Qanchalik vaqtda bu o'chiradi shu narsani. Chunki tepada ham uzovlarimiz bor. Shitlarimizda o'sha shitlardagi uzov ishlagan paytda bu ham o'chirib qo'yish kerak emas. O'shanga buni selektivность vaqtini to'g'rilash imkoniyatlari bor. O'zida mana bu yerda nastroykalari berilgan. Shu nastroykalar asosida buni to'g'rilab qo'yishingiz mumkin va xuddi shunaqa nastroyka avtomatimizda ham bor. Avtomatdagi nastroykamiz nimaga kerak? Bu xuddi shu gabaritda 35 secheniya, 25 secheniya yoki 16 secheniya kabellarga bitta avtomatni ishlatishingiz imkoniyati bor. Siz uni avtomatini mana shu yerdan ko'rib turib, nominalni to'g'rilab qo'yish imkoniyatingiz bor. O'zingizga kerak kabel secheniyasiga moslab turgan holatda. Yo'q masalan, kabelingiz uzoq masofadan kelgan bo'lsa, o'sha kabel uzoq masofasiga kabelni nominal himoya tizimi nominalni sal pasaytirishingiz kerak bo'ladi. O'sha paytda mana shu ishlaydi. Mana avtomatning yonida indikatsiyalarni ko'rishingiz mumkin. Nimaga bu indikatsiya degan savol bo'ladigan bo'lsa, shu avtomatimiz aynan nimadan ishlagan, qanaqa bo'layotganligini holatini ko'rib turishimiz uchun, chunki bu eng ko'p ishlab beradigan частьlarimizdan biri. Chunki har bitta obyektni qo'yganimizda shu himoya tizimi o'zi ishlagan. Nimaga ishlaganligini bilishimiz uchun mana hozir birinchi avtomatimiz yoqib o'tirganda hozir yashil mana chiroq yonib turibdi. Avtomatimizni o'zimiz ruchnoy o'chiradigan bo'lsa, ichida dok kontaktlarini ko'rayotgan bo'lsangiz, tepasidan pastdan dok kontaktlari bor. Bu uzov частьidan, bu avtomat частьidan. Shu kontaktlar asosida hozir mana yoqilganda yashil chiroq, o'zingiz o'chirganingizda hozir sariq chiroq yonadi. Avtomat korotkий zamykание yoki перегруз asosida ishlaydigan bo'lsa, mana bu L3 lampamiz yonib qoladi. Shuna qizil chiroq bu avtomat ishladi degani. 4-lampamiz yonib qoladigan bo'lsa, bu uzov частьimizdan hozir utechka bo'ldi, nimadir nosozligimiz bor degani bo'ladi. O'sha asosda bu o'chirib qo'yadi. Bu narsani tekshirishni biz mana test knopkalari asosida tekshirib ko'rishimiz ham mumkin. Har bir shitimizda yig'ilganda biz mana birinchi elektr sxemasini qo'ramiz. Elektr sxemasini klientdan tasdiqlatib olib,
shu narsa ularga to'g'ri keladimi degan holatda keyin shu asosida keyin ish boshlanadi. Shit yig'ilgandan keyin har bitta shitimizda mana shunaqa sxemasi yonida turadi. Ushbu sxema asosida biz obyektga tayyor shitni olib kelganimizdan keyin bu yerda montajni brigadaramiz uni подключениесini qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Har bitta avtomat ko'rayotgan bo'lsangiz markirovka berilgan. Alohida markirovka berilgan. O'sha markirovka asosida mana har bittasi bu yerda ham sxemada markirovkamiz bor va qatga o'sha kabel ketayotganligini berilgan. Bizning kabellarni o'zida ham xos pastroqda markirovkalarimiz turibdi. O'sha asosida qarab turib, joy-joyiga hammasini ulab chiqishadi. Bitta-bitta tekshirib chiqishadi. Ertangi muammo bo'lmasligi uchun qaysi kabel nimaga ketyapti, mana shu avtomat qatga ishlayapti degan narsanikini qidirib yurmasligi uchun. Shitimiz yig'ilgan jarayondan keyin bu yerda montajni brigada o'z ishini bemalol qilishi uchun bir-birini yaxshi tushunib olishlik uchun bu narsa qilib ketilgan. Bu ko'rayotgan bo'lsangiz, sal tagida kabellarimiz bardak bo'lishi mumkin. Endi hozircha ulab qo'yishgan. Nimagaki, bu yerda временный kabellar ham bor, doimiy gulangan kabellarimiz bor. Kabel doim pritik qilib ulab qo'yish. Ba'zi bir chitlarni ko'ramiz, kabellarni juda pritik qilib ulab qo'ygan bo'ladi. Mabodoga qanaqadir obslujeniyaga joy qoldirishmagan. Masalan, shitni ko'rayotgan bo'lsak, tagida paddoni ham bor. Rezerv kabel pastda turishi uchun mabodoga qasdi chastda kuyib qolgan bo'lsa, kabelni yoki boshqa joyga o'zgartirishimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, kabel doim rezerv bo'lishi kerak. Ertaga sizlarga muammo keltirib chiqarmaslik uchun. Agar kabel slishkim pritik qilib kesib qo'ygan bo'lsangiz, qo'yilishi chiroyli bo'ladi, lekin ertangi bu texnik obslujeniya uchun bu juda ham noto'g'ri ish bo'ladi. Shuning uchun shu narsaga ham ahamiyat berib qo'yildi.